Assalomu alaykum hammaga. Mana ko'pchilik so'ragan, balki ko'rgandir. Keyingi modelimiz obzorimizda Farmnet Turistor bir modeli. Turistor o'zi bizda ikki xil varianti bor. Bu hozir qizil rangi, ana ikkita qora rangi ham bor. Bitta ko'rsatay. Endi ko'pchilik so'raydi, bu bilan buni farqi nimada? Endi to'g'ri, birinchi narxida farqi bor, ikkinchi bu undan oldin kelgan partiya, lekin bu ham uni ishini xudo xolasa 100% qilib beradi. Traktorimizga keladigan bo'lsak, qirotchi 4 portion 4 ta balonni ham tortadi. Traktorimiz o'zi germanskiy traktor, faqat bu variant Xitoy bilan совместно ishlangan. Asosiy joylari apparat, oddiy apparat bo'ladi. Apparaturasi ham bo'sh sistema qo'yilgan. Oldi yerda qismlari mana italansiz qo'yilgan, orqasi ichki portovoy, mana boya frez ishlatib ko'rdik. Bittaga frez holat edi. Xudo xolasa hali traktor yangi. Yana aytib o'tadigan joylarimiz balonlarga keladigan bo'lsak, balonlar 12 ga to'g'ri 24 balon diska bilan joylashgan, qo'yilgan. Ichki qismini bitta ko'rsatib o'tdik. Balon razmerini ko'rib ketaylik, o'rgilib. Mana ketishgandan ko'ra. Bo'ldi. Xo'sh, bu yoqlarga keladigan bo'lsak, haydovchi uchun qo'ldan kelgancha qulayliklar qilib berishgan. Endi bu yoqda mana qo'lda gaz, quyon toshbaqa bu yoqda joylashgan. Orqa navisga tushirib chiqaradigan richagi. Mana bitta ko'rsatdim. Mana bu yoqda ruchtoy tormozi bor. Oldi qo'shib ajratadigan bor, keyin telishgan silindrni bosadigan, ana tushirib chiqaradigani bor. Skorlar bularda reversivniy korobka bo'ladi. Oldinga necha tezlikda yursa, orqaga ham xuddi shuncha tezlikda qaytadi bu. Mana yengil, chiq sinxron mexanika bu. Ko'pchilik aytadi, bu avtomatdan deydi. Mana yo'qlari shu, mana chiroqlari, avarinkasi, poweroti, mayda-chuyda hammasi bor, xudo xolasa. Korobkasi italyanskiy korobka qo'yilgan bular. Oldiga keladigan bo'lsak, oldi balonlarni bitta o'lchab ko'rsatamiz. Menga ko'rsatma bersangiz, pastdan o'lchaylik. Mana necha chiqdi? 25 mi? 22 chiqyapti, 21. Shunda 60 agatga shu turishida xudo xolasa tushadi. Agar 70 ga tushirmoqchi bo'lsanglar, mana diskasi bu yoqqa kelsa 70 agatga tushirsa bo'ladi buni. Mana o'zi ko'p traktorchi akalar tushunadi bu agatga tushirishni, mana. Yoki bu balonni bu yoqqa aylantirsa ham agatga to'g'rilasa bo'ladi bularda. Orqa qismlari xudo xolasa mana freza ishlatyapti, 160 lik freza bu. Bu balon izini qoplab ketadi. Bemalol aylantirib freza, kultivatsiya 3 talik 35 atvalik pullarni bemalol aylantiradi. Traktorga 3 yil garantiya va servis xizmat ichida. Xullas traktorimiz xudo xolasa javob. Nomerlar pastda yozib qoldiramiz. Nomeringizni aytib keting. O'zimiz nomerlari 99 130 56 02 raqamlarga telefon qilsangiz yana batafsil ma'lumot va bo'lib to'lashda ham gaplashsak bo'ladi. Traktorimiz hozirgi narxi 160 ming so'm. Xudo xolasa yana tushib beradigan joylar bo'lib qoladi. Bonus ya bo'lsa agregatdan bo'lsa ham amallaymiz. Lizingga qancha bilan chiqarsangiz? Lizingga bir 50 milliondan mo'ljallab turishsa chiqadi. Bo'lib to'lash bo'lsa bir 50% yaqin bo'lsa chiqarib yuboraveramiz. Bo'ldi.